aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga vibroproshatkalik trombovka apparatlarimiz yetib keldi. Hozir bu apparatlarimizni sizlarga bir boshdan zo'rma qilib tushuntirib o'taman akalar. Ko'rishlaring mumkin, bu suv bachogi. Suv bachogi nimaga kerak? Trombovka apparatiga deydigan bo'lsalaring akalar, trombovka qilganda chang yetgan joylarga suv quyib ketish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Qo'lda zavat bo'ladigan, ko'rishlaring mumkin. Vozdux filtrlari ham ancha katta, ovozlari past bo'ladi akalar. 5 litrli benzin bachokka ega trombovka apparatlarimiz bo'ladi akalar. 7 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishlaring mumkin yoki Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib, bemalol xarid qilishlaring mumkin akalar. Skidga arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ichkarida akalar yangiliklarimizdan kelgan shlipovka apparatlarimiz. Bu shlipovka apparatlarimiz chiroqli kelgan akalar. Ko'rishlaring mumkin. Chiroqlarini bemalol yoqib olib, tekizliklarini yanada tekizroq qilib ishlatishlaring mumkin akalar. Devorlarni, tomlarni bemalol shlipovka qilsalaring bo'ladi akalar. Nasatkalari ham bor, tepalarga yetish uchun ulova bemalol ishlatsalaring bo'ladi akalar. Bu 800 volt quvvatga ega shlipovka apparatimiz bo'ladi akalar. Bu ham kimga qiziq bo'lsa, nomerlarimizni video tagida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishlaring mumkin akalar.